Assalomu alaykum barchaga. Bugungi kun yakshanba, ertangi kun dushanba va yangi hafta, yangi oy ochilishlik uchun tahlillarni boshladik. Bugungi tahlil qiladigan paralarimiz DXY indeksda, Forex paralarda EURUSD, GBPUSD, metallarimizda HUSD hamda HUSD, indeks paralarimizda S&P 500, Nasdaq va Dow Jones. Kriptovalyutada esa Bitcoin va Ethereumni tahlil qilamiz. Demak, birinchi o'rinda, birinchi o'rinda albatta Forex Factory'ga o'tib, yangi haftada kutilayotgan yangiliklarni ko'rib chiqsak yaxshiroq bo'ladi. Bunda ertaga Monday, ya'niki dushanba kun ochilishi bilan yangiliklarimiz bor. Juda ko'p yangiliklarimiz bor. Xo'p, xullas kalom, yangiliklar to'la. Bozorda kuchli volatiliz yuzaga keladi. Xo'p, DXY ga qaraydigan bo'lsak, DXY meni fokusim sellda. Sababi range bo'yicha ishlayman va range high paka olindi. Endigi harakat albatta range low ga bo'lishlik kerak. Range low ga yaqin joyda bizada, ya'niki haftalik low nuqtamiz bor va haftalik kunlik low va haftalik lowlarimiz pastda mavjud. Va umumiy order flow bo'yicha kunlik diapazonda qaraydigan bo'lsak, kunlik diapazonda tushishlik harakati va uni 50% xarakter ko'rsatishi va undan keyingi harakat sweep holati va yana o'z yo'nalishi bo'yicha sell side'ga atakalarni kuzatishligimiz mumkin deb o'ylayman. Agarda oylik time frame ga o'tib qaraydigan bo'lsak, ya'niki oylik diapazon bizada mana bu kuchli SNR zonamizdan tepada yopila olmadi. Agarda tana bilan bu joyni qoplab qo'yganda yangi oy ochilishligi va pastga manipulyatsiyasi va undan keyingi harakat, ya'niki PMH oylik highga qarab atakani kuzatsak bo'lardi. O'shani hisobiga bu yerda men ko'rayotgan reja bo'yicha, ya'niki PML ni olishlik. Previous monthly low, o'tgan oyning low nuqtasi va undan oldingiga ham ataka ko'rishimiz mumkin. Xo'p, 4 soatlik time framelarda mana o'zi liquidity curve bo'lib yig'ilib turibdi va tim bo'li bu tepada sweep holatlari mavjud. Xullas kalom, vaziyat bersa sell qaragan yaxshi. Tim bo'li PDLsi yaqin. Ertaga kun ochilishi bilan gap bilan pastga tashaveradigan bo'lsa va undan keyingi holatda gapni to'ldirishlik uchun qaytadigan bo'lsa, bu albatta korreksiyasi hisoblanadi. Chunki mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsalaring, uje trend sinishligi bo'lgan, struktur break bu tomonda bo'lgan. MMXM bo'yicha qaraydigan bo'lsak ham, ya'niki range high va pastda range low. Bu yerda sessiyalarga tayanadigan bo'lsangiz ham London tepani как AMD ham o'rgangan. AMD bo'yicha ham tepani yechgan va undan keyingi holat struktura break, ya'niki o'sishlik darajasidan 2 barobar ko'proq trend buzilishi va undan keyingi holatda range bo'yicha ichki range'da ham shu holatlar kuzatilib turibdi. Endi hozirgi vaziyatda iqtisodiy siyosiy yangiliklarga to'xtaladigan bo'lsak, ya'niki kecha bozor yopilishi bilan Eron, Amerika va Izrail mojarolari yuzaga keldi. Albatta bu bozorga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi. Shu sababli ehtiyot bo'linglar. Dushanba kuni agar savdo qilish planlaringizda bo'lmaydigan bo'lsa, seshanba kuni aniq bir yo'nalish beradi degan umiddaman. O'shani hisobiga DXYda men ko'rayotgan manzillar bu albatta sell side'lar hisoblanyapti. Xo'p, EURUSD ga o'tib qaraydigan bo'lsak, EURUSD da oylik time framedan
gap qaraydigan bo'lsak, ya'niki DXYga, ya'ni indeks parasiga sell ko'rayotgan bo'lsak, albatta bu qarama-qarshi yuradigan, bir-biriga korrelyatsiya bo'ladigan paralar. O'shani hisobiga mana tepada equal high'lar oylik time frame'da misol uchun kutib turibdi. Oylik time frame'da ya'niki sell side'ni, ya'niki range'da low'ni yechgan. Undan keyingi borar manzili albatta high bo'ladi. Chunki mana shu oylik time frame'da tushgan displacement'da 50% ga chiqishligi, 50% ga ataka bo'lishligi, mana range high olinishligi va undan keyingi holat o'zi yaratgan low nuqtani yechishligi va undan keyingi holat albatta monthly FVG ga atkat berishligi. Bu o'zidan o'zi double porchga ham misol bo'la oladi. Albatta time frame alignment qoidalarini bilsangiz, o'shanga suyangan holatda. Va bu nuqtadan, ya'niki mana shu gapdan, BCdan narx tepaga qarab ketishligi va hozirgi holatda premium discount bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu OT zonaga, ya'niki golden zonaga, tepadagi breaker blokka narx yetib keldi. Yetib kelgandan keyingi holatda bizada atqat berdimi? Berdi. Mana shu scenar, ya'niki tepadagi resistance zonadan narx tepada yopilib olganligi bu juda katta informatsiya deb o'ylayman. Undan keyingi holatda ko'rayotgan bo'lsak, juda ham targetlarga yaqin. Endi bu oylik time frame'da. Endi haftalik time frame'ga o'tamiz. Ya'niki aytmoqchi bo'lganim, bu turgan joyidan full buy yoki full sell ketadi degan narsa yo'q. Albatta yangi oy ochilishligi uni 1 va 2 va 3 kungacha bo'ladigan manipulyatsiyasi bo'lishligi mumkin. U manipulyatsiya xoh tepaga bo'lsin, xoh pastga bo'lsin, undan keyingi holatda yaxshiroq confirmation tasdiq olib pozitsiyalar ochgan ma'qul deb o'ylayman. Xo'p, dailyga o'tib qaraydigan bo'lsak-chi, dailyda nimalarimiz bor? Bizada PDL olingan, yo'q olinmagan. Range'da qolib ketgan ekan. Xo'p, bunga GBP USD SMT'larini ham birato'la ko'ramiz. DNF'da ko'radigan bo'lsak, albatta mana SMT'larni ko'rganimiz bizga foyda berdi. Ya'niki PDLda kunlik low qismlarda bizda SMT bor. Va bu 50% korreksiyasini ham berib bo'lgan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, va PDH aktual. O'shani hisobiga fokusim yevro va GU paralarda albatta buy. Xo'p. Demak, bunda buy pozitsiya ko'ryapmiz. Umumiy buy trend. Qolgan ma'lumotlarda kunlik setup va signallarni bilasizlar. Shu Dalyojon Roziqov ukam signal berib, tahlil berib, o'zini yo'nalishini ko'rsatgan holatda o'zi bilan va sizlar bilan baham ko'radi. O'shani hisobiga qayerdan buy kirish, qayerdan sell kirishlik, bu albatta o'zlaringizning tajribalaringizga bog'liq. Gap bu yoqda signal haqida emas, umumiy counter trend yoki umumiy order flow bo'yicha narx qaysi tomonga aktual yurishligi haqida ma'lumot berilyapti. Xo'p. Undan keyin qaraydigan paramiz GU da qarayotgan bo'lsak, albatta range bo'yicha mana albatta juda ham chiroyli kartinka yuzaga kelibdi. Xo'p. Shu joyda o'zida qaraymiz. Demak, tepada
high va pastda low. Va bu SMT. Endigi harakat birinchi biside ya'niki minor biside, undan keyingi tepadagi equal high'larga, ya'niki PDH'larga ataka kutib qolaman. Ya'ni bu kun ochilishi bilan yana bir marta pastni o'zini o'zi tozalab olishligi mumkin yoki yana bir marta SMT berishligi mumkin. Undan keyingi harakat bayga ko'raman. Chunki mana bu joylarda yig'ilib turgan liquidity curve juda ham o'ziga magnit sifatida narxni tortadi. Hozircha qiziqtirgan nuqta bu o'zini o'zi tozalaganligi va yana bir barakay pastga tushadigan bo'lsa, mana bu nuqtalarni ham birato'la tozalab ketgani yaxshiroq deb o'ylayman. Xo'p, ya'niki Euro USD va GBP USD paralarda bizada long xarakterini ko'rishimiz mumkin. Va endigi paralarimiz tilla bo'ladi. Ya tillani qo'ying, oxirida qilamiz. Chunki o'zim ko'proq tillada ishlayman. Xo'p, Nasdaqga biz plus qo'shib olamiz. S&P 500 kapitaldagi bormikan? Vandage'nikini qo'shib olamiz. Va GBP ni o'chirib tashlaymiz, JYO'ni. Yaponskiy svechiga o'tkazamiz. Xo'p, unda boshladik. Monthly. Monthly'da bizada SMT'lar mavjud va pastda ham SMT'lar mavjud. Albatta hali sellga hech qanday confirmation ko'rganligim yo'q. Nedelniga o'tib qaraydigan bo'lsak, nedelnida ham range to low olingan va SMT'lar mavjud va tepadagi highga ataka va bu konsolidatsiya holatda, range holatida turibdi. Narx order flow qaysi tomonga, yo'nalish qaysi tomonga bo'layotgan bo'lsa, ya'niki tushuntiraman. Deylik, narx pastga tushish jarayonida struktura break bergandan keyingi holatda o'zini OTSga javobini berib va liquidity yana bir marta tozalagandan keyin narx to'laqonlik katta ustunlik bilan tepaga qarab chiqish jarayonida shu joyda o'zida range ga tushib qoldimi? Bu mana bu tepadagi maksimum va minimumga nisbatan maksimal trend entry'ni, ya'niki OT Fibonacci uровеньlarini tortadigan bo'lsangiz, 79 uровеньni ko'rsatib turgan bo'lishligi mumkin. Bu jarayonda narx aktualniy, ya'niki 100% pastga qarab ketadi degani emas. Konsolidatsiya holatda men hech qachon narxni ko'rmaganman sellga ketib qolganligini. Bu shunchaki pre-sweep holati bo'lib, ya'ni range to low'ni eng oxirgi shakllantirgan range'larda low'ni va undan keyingi harakat haqiqiy buy side'ga bo'lishligi mumkin. Bu joyda misol uchun buy side, ya'niki ATH o'ziniki bo'lib turibdi, 26211 dagi 239 ekan. Xo'p. Demak, ATH ga yana bir marta ataka ko'rishligimiz mumkin indeksda yokida hozir time frame'da DNF ga o'tkazib ko'ramiz. Mana bu SMT borda o'shaning hisobiga. Undan tashqari struktura break bir marta va ikki marta. Mana bu tushish displacement'ini 50% ga chiqib va bu chiqishlikni 79 uровеньga kelib va undan keyingi harakat yana buy side ga va hozirgi narx mana shu order blokda o'zida, misol uchun order blok emas, endi o'sha engulfingning o'zida narx turibdi. Tepada equal high'larimiz turibdi. Tiem bo'lib pastdagi mana bu support va resistance o'rtadagi devor bosqichida narx buzib o'tgan. Ertaga
kun ochilishligi juda ham ko'p narsalarni hal qiladi deb o'ylayman. Nasdaq parasini bilganlar biladi. Bu narx nima deydi, yurmasdan, harakat qilmasdan birdaniga impulsivniy volatillik kuchli hisobligiga birdaniga ataka qilib borishligi mumkin. Поэтому ehtiyot bo'lasizlar. Xo'p, tepadagi SMT ning hisobiga sell ham ko'rinyapti. Tepadagi ATX va mana bu joydagi SMT bu joyda ikkalasi ham yechilgan. Faqat ATX ning o'zida. Pastdan SMT ko'radigan bo'lsak, mana bu lovlarga nisbatan SMTlarimiz mavjud. DNF'da. Endi time frame element bo'yicha 1 soatlikka o'tamiz. Soatlikka o'tamiz va bizada PDL olingan va PDH tepada qolgan. Yomon emas, yaxshi. 4 soatlik time frame da ham o'zini o'zi yechgan. Va pastda PDL ham bor ekan. Hop, demak narx ertangi kun ochilishligida pastdagi o'zini supportini narx buzib oladigan bo'lsa, smelo PVLga atakani ko'rishligimiz mumkin. Agarda narx kun ochilishi bilan kun davomida mana shu nuqtadagi diapazondan o'tib olsa, ko'rishligimiz mumkin PDH ni yechishligini. Va PDH ni yechishlik jarayonida birdaniga narx selga qarab ketishligi nima deydi, unaqa narsani xayolga keltirmanglar. Chunki tepani yechishlik doirasida yana dalishi ataka bilan tepaga chiqib ketishligimiz mumkin. Поэтому Nasdaq parasida ko'rayotganim shu. Demak, S&P 500 da ham xarakter va harakat shunaqa bo'lishligi mumkin. Xo'p, Dow Jones hech qaysi paraga bo'ysunmaydi. GER 30 ga nisbatan bu SMT bo'lishlik kerak edi, adashmasam. O'zim oxirgi vaqtlar forex paralarida, ya'niki dollarlarda, undan tashqari indekslarda ishlamay qo'yganman. Bunga ancha bo'ldi, ya'niki narx ATX yaratgandan beri savdo qilganim yo'q. Xo'p, undan keyingi ko'radigan paramiz Bitcoin. Bitcoinda o'rtoqlar bitta narsa, men o'zim ko'rayotgan va o'zim sabrsizlik bilan kutayotgan nuqta va diapazon bu oylik range'da lowi. Mana shu joy. Men mana shu tepadagi ATXni yangilagandan beri kutayotgan va intilayotgan zona mana shu. Buni yechishlik doirasida pastda shu 40,000 yoki 35,000 yoki da shu joyda o'zidagi 45,000 narx diapazondan yaxshigina tepaga harakat kutmoqchiman. Ya'niki qanday? Bu narsa qanday amalga oshadi? Bitcoin misol uchun deylik, pastda yechadi. Yechgandan keyin yana bir marta perisvip holati va undan keyingi holat struktura break va narx 50% ga korreksiyasi, tepadagi buy side bir marta yechishligi va undan keyin IRL bo'lib qolgan ichki likvid narx yechib, undan keyingi harakat tepaga otishligi va mana shu ko'rib turgan va shakllangan nima deydi, displacement hisoblab olamiz, ya'niki high dan low gacha va 50% gacha harakatni ko'rishligimiz mumkin va olib borishligimiz mumkin. Undan keyingi holatda mana shu diapazondan to 50% ga chiqqan
holat, ya'niki yangi xarakter va bu yana yangi ranjda yaralishiga sabab bo'ladi. Va undan keyingi holat albatta primoy tepaga qarab o'sib ketishlik bo'lmaydi. Ya'ni korreksiyalardan sekin-sekin qo'shilishligimiz mumkin. Balkim ATXgacha. Balkim 200 minggacha. Balkim shu joyda o'ziga standard deviation mana shu maksimal trend entryga o'xshab tepadagi mana bu PDX ni yetishlik doirasida yoki da mana shu FVG ni o'zidan yoki da mana bu order blokda o'zidan narx yana pastga irg'ib ketishligi mumkin. Endi bu nazariya. Xullas kalom, men kutayotgan zona mana shu 49316. Bu narsani o'zimning Telegram kanalimda misol uchun berib o'tganman. Bitcoin. Bir daqiqa. Misol uchun mana Goldda qilingan analizlar ko'rayotgan bo'lsanglar, range high va range low. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Bozorga sodda qarashlik kerak. Mana bu range bo'yicha, MMXM bo'yicha o'tilgan darsliklar. Xullas kalom. Bitcoin analizini albatta tashlab qo'yaman. Hozir atga qo'yganimni eslolmayapman. Mana Goldda misol uchun o'sha haftalik low'ni olgandan keyingi Dinevkadagi range low'ni olgandan keyingi harakat yana ATXga. Bu narsalar hammasi живой, nima deydi, tirik misol deydi-ku. Mana misol uchun ketishligi, sabablari, qonuniyati, xullas kalom hammasi. Endi aktiv bo'lamiz albatta Daler ukamning kanalida. Kunlik va haftalik tahlillar bilan bo'lishib boramiz Trader Stage'da. Xo'p. Demak, buni tashlab qo'yaman kanalga обязательно. Ethereumda faqat SMT'si uchun foydalanaman. Ethereumda savdo qilmayman o'zim. Bitcoinda ora-orada bir vaqtlar 64 mingda narx bo'lgan vaqti 64 mingda edi adashmasam, buy pozitsiya olganmiz toki narx 111 mingga chiqqanigacha. Hop. Demak, Ethereumda juda ham kuchli sho'ng'ishlik bo'lyapti. Bitcoinga o'xshagan holatda albatta. Ko'rayotgan bo'lsangizlar. Ikkalasida ham ATX yechilgan. Sog'lom trend bo'lib pastga tushyapti. Xo'p, 4 soatlikda ko'pchilik bitta narsani aytib o'tib ketaman. Mana bu misol uchun narx bu joydan orqada hech narsa yo'q deb tasavvur qilamiz. Tepada maksimum va minimum zonalar. Mana bu tushlikni displacement'i va 50% ga korreksiyasi. Va 50% korreksiya yaratganda narx boya aytib o'tganimdek yana o'ziga range yasaydi. Narx pastdagi любой bitta pideriga, ya'niki key leveliga javobini bergandan keyingi harakatda bir barakay tepadagi range da highni yechadi. Va undan keyingi holat mana bu pastdagi endigi low qismimiz iriliga, ya'niki ichki likvidga aylanib qoladi. Narx tashqi likvidni yechdimi? Bo'ldi. Undan keyingi borar manzili albatta ichki likvid. Narx ichki likvidni yechdi. Yechgandan keyingi holatda perisvip yana tepaga harakat. Endi bu yog'i agarda narx shu joyda o'zidan tepaga chiqib ketishlik bo'lganda, tepadagi o'zi yaratgan
tashqi likvidni impulsivniy harakat bilan tepaga break qilib, undan keyingi holat, ya'niki premium discountga nisbatan tepaga olib chiqib ketishlik kerak. Lekin narx nima qildi? Narx bu joyda persivib holati va tepadagi key leveliga javobi va undan keyingi harakat mana shu sanab o'tilgan, aytib o'tilgan har bitta displacement 50% korreksiyasi va bu joyda misol uchun tepaga qarab keta olmadimi? Bo'ldi, struktur break shu joyda o'zida berildi. Va mana bu joyda o'zida berildi. Endi xuddi shu narsani o'zi teskarisiga ishlab, ya'niki narxni pastga olib tushib ketyapti. Paka men bay ko'rmayapman Bitcoinda. Bo'lishligi mumkin. Endi bu oylik diapazonga, kunlik va haftalik diapazon urovnlariga kelgandan keyin albatta u nima deydi? Yaxshi holat. Ya'niki любой bitta key levelga kelgandan keyin даже M1 narxni ko'tarib boradi. Bu ko'tarishlik kerak emasmi? Ko'taradi albatta. Mana ERLS'ini yechgan. Mana bu order blok narxni tepaga haydashga sababchi bo'ldi. Xullas kalom shu. Demak, hammaga rahmat. Bizani boshlanadigan oyimiz, kunimiz va haftamiz hammaga omad va baraka olib kelsin. Charchamanglar, kuzatishda davom etinglar. Trader Stage sizlar bilan birga.